Assalomu alaykum. Farzandlaringiz sog'lom o'sish uchun muntazam ravishda pediatrga ko'rsatish muhimligini bilasizmi? Kichkintoylarimizni immuniteti yaxshi rivojlanmagan uchun hatto oddiy shamollash ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko'p ota-onalar faqat kasallik paytida shifokorga murojaat qilishadi. Aslida esa bolani yiliga kamida 2-3 martalab profilaktik tekshiruvdan o'tkazish kerak. Bu turli kasalliklarni oldini olish va ularni erta aniqlashga yordam beradi. Agar farzandingizda ishtaha yo'qolishi, uyqu rejimini buzilishi yoki injiqlik ko'paysa, bu organizmning ichki muammolaridan dalolat berishi mumkin. Bunday holatni o'z vaqtida aniqlash uchun shifokor nazorati zarur. Farzandlaringiz sog'ligi eng katta boyligimiz. Doktor Hasan klinikasida tajribali pediatrlar sizni kutmoqda. Erta tashxis sog'lom kelajak garovi.